Ikromxon, men sizlarga bir narsani aytmoqchiman. Men sizlarga aytadigan narsam bu. Agar Florentino Perez aytishicha, Xavi Alonsoning o'rniga Zinedine Zidane emas. Ma'lumotlarga ko'ra, Florentino Perez Jose Mourinhoning Realga qaytishini istamoqda. Qanday? Nega Florentino Perez darrov Zidanedan Jose Mourinhoga o'tdi? Qanday? Bu gaplarga nima deysiz? Komment ochiq, kommentga gapirib qo'yasiz. Sizlardan iltimos qilib so'rayman, like va obuna bo'lib qo'yinglar. Mening kanalimning rivoji uchun sizlardan iltimos qilib so'rayman. Obuna i like. Hammaga xayr, omad tilayman.